shu aralashgan buzuq qonunlar bilan musulmonlar yoki o'zini o'sha Alloh taolo bularga yashagin deb bergan tuzumini qoyim qilishlik kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Siz bergan savolingizni o'zingiz tushunyapsiz. Tushunolmaysizki, qanaqa tushunasiz? Yo'q sizda, yo'q bu. Sizga men dars o'tishim kerak. Sizga men dars o'tishim kerak. Inson tug'ilgan paytida demokratiyani o'sha yuqorida aytganimizdek noshariy bo'lgan qonunlariga qarshi chiqishimiz kerakmi yoki indamasdan turishligimiz kerak? Aynan Hazrati Alini sizga o'xshagan odamlar kofir degan. Nimaga havorij deyapsiz mana? Yo'q, men demayapman. Sizga o'xshagan fikrdagi odamlar Alini kofir degan. Demokratiyaga o'xshab shunaqa Ali roziyallohu anhu yuradi. Aynan demokratiyaga o'xshagan gap chiqarishgan. Abu Muso Ash'ari bilan Amr ibn Os nima hukm chiqarishgan? Nima ular musulmon emasmi ular? Musulmon edi-da, musulmon edi. Ahli ayolini hijob qilmaydigan bu betaqvo odam-ku bu. Qayerdan bilasiz? Kerak bo'lsa, ana internetga kirib kimligingizni bilmasdan sizni g'alati zino bu haromi desam bo'ladimi? Ya sizni mashhur gaplaringiz-ku bu. Meni gapimni eshiting. Ilmli odamsiz. Prezident ahli ayol nima hijobda avratlarni yopib yuradimi? Ana qizlari bor. Ahli ayoli. Kecha Qozog'istonga borib bir to'da o'sha prezidentlar bilan shampanskiy urishtirib olib ashula aytganini ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ketsangiz, aynan uslubingizda sizga aytamanki, demak siz haromisiz, onangiz fohisha, dadangizni kimligi noma'lum emas desam, odamlarni onasidan so'kkanligingizni tan olasizmi shaxsiyatga? Hech qachon so'kmaganman. So'kkan bo'lsa so'kaman, haqqim bor. Ahli ilm u odamlarga chiroyli bir men ahli ilm emasman. Men ahli ilm emasman. Sizga o'xshab sizga tufurib qo'yganmiz. Nimagaki siz qochyapsiz? Mavzu shariat bo'yicha edi. Qo'yganlar. Shariat bo'yicha odam xoin odam. Mana shu to'qnatish, ya'ni oxiratini dunyosi uchun sotib yuborgan odam ham bemalol masalan itiyaloqlik qilishi mumkin. Tarixda ham bo'lgan bunday yashab kelyapti. Siz buni o'rtada turib olib turib, tog'ut bilan xalqni o'rtasida turib olib turib itiyaloqlik qilyapsiz. Ya'ni yashasak bo'laveradi deyapsiz. Shu to'g'risida ozgina suhbatlashib turgandik. Agar vaqtingiz bo'lsa, ozgina tushuntirib o'tib ketsangiz. Nimani tushuntiray? Qanaqa savol? Savol aniq emas-ku. Xo'p. Abdulaziz aka, gapingiz bo'lsa gapiring, mayli. Kimga gapim bo'lsa? Xo'p, demokratiya haqiga hozir tushuntirib o'tib keting. Imron og'a, biza yosh bola emas-ku, ya'ni aqlli insonlarmiz. Sizlar bilan deyarli masalan hozir yarim soatdan beri gaplashdik. Yana qaysidir odamni tortib chiqib turib, yana gapirib qo'ying bularga. Tortib chiqqanimiz tushundim. Men aka ustozga bildirish ma'nosida shuni men tushuntirib o'tib ketsam. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu akamizni shunday aytdiki, ya'ni demokratiyaga Alloh hukmidan ko'ra shu demokratiya halol bizga. Demokratiya bilan hozirgi zamonda yashashlik bizga ma'qul keladi. Allohning dini eskirib qolgan, hozirgi zamonga yaramaydi desa kofir bo'ladi deyapti. Dedi. Shu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi deb Imron og'a tushunmay qoldi. Shu narsada ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz deyapti Imron og'a. Abdulaziz akamiz shunday dedi. Xo'p, bir ma'noda to'g'ri gap. Shariatdan boshqa narsani ustun qo'yishlik to'g'ri emas. Endi demokratiya deganda umumiy gap gapirish, islom aqidasi deganda umumiy gapni gapirish ham u ham to'g'ri emas. Umumiy emas, bir narsani kufr deyishlikda konkret mavzu qo'lga olinadi-da. Demokratiya kufr desa, demokratiyani ichida inson huquqlariga, shariatga ya'ni asoslangan qonunlarni ham kufr deyorsa, o'zi kofir bo'ladi. Demokratiya kufr deganda aynan qaysi ya'ni qonunni aytyapti desa, uni mutlaq hammasini aytishlik xavfli, xatarli. Tizimlar ya'ni islom har bitta tizimni Qur'onda, sunnatda batafsil gapirmagan. Islom, Qur'on va sunnat insoniyatga yashash usullarini o'rgatgan. Shu usullarda qonuniyatlarni, masalan, kavniy qonuniyatlar bor, odamlar o'rtasida kelishgan qonuniyatlar bor. O'sha qonuniyatlar shariatga zid bo'lmasa, uni ishlab chiqqan odamlarga ergashilaveradi. Shariatga zid emas. Butun jamiyat shunga kelishib yashayaptimi? Demak, uni shariat
bu masalalarda unga taqiq qo'ymaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Abu Muso Ash'ari bilan Amr ibn Os radhiyallohu anhularni kelishuviga amal qilgan. Ular Qur'ondan oyat aytmagan, hadisdan dalil keltirmagan, urushni to'xtatish, o'zaro kelishib yashash asosida kelishishgan. Qonun chiqarishgan. Mana bunday qilamiz, mana bunday qilamiz deyishgan. 3 oygacha muhlat deyishgan. Undan keyin kelishib olamiz yana ba'zi masalalarni deyishgan. Shunga rozi bo'lgan Ali ham, Ibn Abbos ham rozi bo'lgan, Muaviya rozi bo'lgan, Amr ibn Os rozi bo'lgan, Abu Muso Ash'ari rozi bo'lgan, katta sahobalar rozi bo'lgan. Keyin havorijlar chiqqanda ana shu rozi bo'lganliging uchun hammang kofir bo'lding degan. Umumiy gapirganda. Birodar, bir mana shu gapirayotgan birodar, ya'ni bu yerdagi boshqa bir birodarlar yuqorida meni fikrimni eshitdinglar. Bu yerdagi hozir mana shu sizlarga aytayotgan birodarning ham gapini eshitdinglar. O'rtadagilar sizlarni o'zingizlarga havola. Xohlasanglar hozirgi aytayotgan birodarning fikrini olinglar. Agar yoqmasa, meni fikrimni olinglar. Bu yerda hech kim majbur qila olmaydi. Ya'ni men shaxsiy fikr gapirmayapmanki. Men ham shaxsiy fikr gapirmadim. Yo'q, sizga iqror berayotganim yo'q. O'tib keting, bir o'zimni fikrim deb aytdingiz-ku bir fikrlarni. Shuni bitta takrorlab yuboring-da. Biz aniqlashtirib olishimiz kerak-da endi biz. To'g'risi aytdimmi sizga, ilmsizmiz? Din buyurgan narsani aytdimmi? Yo'q, O'sha takrorlab yuboring. Eshitaylik nima o'sha gap? Siz nimani da'vo qilyapsiz? Sizning shaxsiy fikringiz nima? Men aytdimki, demokratiya bilan yashab bo'lmaydi dedim. Demokratiya bu katta tuzum, bu xalqlarni yetaklab olib ketadigan tuzum bu. Hozir qayerda yashayapmiz? Qaysi jamiyatda yashayapmiz hozir? Demokratik jamiyatda. Yashab bo'lmaydi deyapsiz-ku. Yashab bo'lmaydi, nojoiz yashash. Nimaga? Yashayapmiz-ku hozir biz. Yashayverasiz, nojoiz jamiyatda yashaysiz. Mutlaq hammasimi? Dinga teskari kelayotgan mana shu qonunlar hammasi jamlangan bu tuzumda yashash nojoiz. Xo'p, dinga teskari kelmagan tuzum bo'lsa-chi? Shariat ko'rsatmagan, demokratik tuzum ko'rsatyapti, dinga teskari emas. Bo'ladi bunday yashasa? Uni ham odamlar o'ylab topganligi uchun biz unga ergashmaymiz. Sababi nimaga desa, dinimizni o'zida o'sha ular o'ylab topayotgan qonunlarga xos qonunlar bor. O'shalar bilan yashashlikka buyurilgan. Yo'q, o'sha qonunlar daskanalniy, hammasi bittadan yechim bermagan. O'sha qonunlarni insonlar o'ylab chiqaradi. Ya'ni shariatda ham shu. Islomda ham shu. Yetib bermaganmi o'sha, ya'ni demokratlar o'ylab topgan ba'zi bir yaxshi qonunlarni islomning ichida yo'qmi? Islom deyiladi o'shani ham. Ya'ni islomning ichida ko'rsatilmaganmi? Bu avval bizdan avval xalifalar davrida xalqlar yashadi-ku, chiroyli bo'lib yashashdi. Xo'p, Harun ar-Rashid paytida ularga ko'rsatib bera olmadimi dinimiz chiroyli xulqlarni, chiroyli o'sha odamlarni haqqini? Noto'g'ri savol beryapsiz. Ko'rsatib bera olmadi emas. Odamlar ishlab chiqqan qonunlarni shariat tasdiqladi. To'g'risi mana bu gap. Hozirgi odamlar o'ylab topgan qonunlarni shariat tasdiqlaydi, to'g'rimi? Ba'zi birlari. Butun davrda, zamonda, qayerda, qaysi millat, qaysi elatda bo'lishidan qat'iy nazar, odamlar o'zlari o'ylab chiqqan qonun, urf, odatlarni shariatga zid bo'lmasa, shariat tasdiqladi. Har doim. Islom dinida odamlarning haq-huquqlarini chiroyli yechib bergan, to'g'rimi? O'z o'rniga qo'yib ko'rsatib bergan, to'g'rimi? Siz gapni tushunmayapsiz. Islom dini bizga har bitta narsani mufassal zamonga, makonga moslab yechib bermagan. Bizga usul bergan, usul. Usuldan yechib olsak bo'ladimi? O'sha yechib olganda odamlar chiqargan qonun bo'ladi o'shanda. Shariatga muvofiq bo'lsa qabul bo'ladi. Demokratlar shariatni ichidan usul qilib olishganmi o'ziga? Tepadagi qorni katta akalar. Butun dunyodagi qonun, qoidalar shariatdan olingan. Butun dunyodagi inson huquqlariga aloqador qonun, qoidalar shariatdan olingan. Sizda ochiq bir nima bormi dalil shunga? Dalil bor. Ochiq. Ochiq dalil bor. Mana shu joyga ham yoki menga ko'rsatib bera olasizmi? Ya'ni tashlab qo'ya olasizmi? Mayli, masalan, o'zimga bo'lsa ham. Bitta qonunni aytay. Bitta aybsizlik prezumsiyasi degan qonun bor, butun dunyoda bor. Bilasiz buni? Nima degani? Yo'q. Aybsizlik prezumsiyasi bilmaysizmi shuni? Yo'q. Tushuntiring. Baroati zimmani bilasizmi? Yo'q, tushuntiring.
Hop, endi sizga tushuntirish uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi kurslarni qaytadan o'qitish kerak-da. Tushunmagan nimaga bo'ldi? narsangiz bo'yicha umumiy gap gapirib, shariat hammasiga yechim bergan deb da'vo qilsangiz, 20 ta odam oldingizga kelsada, baroati zimmaga qanaqa yechim bor desa, uni bilmayman, olimlardan so'ray deysizmi? Nima deysiz? Albatta olimlardan so'raymiz-da. Chunki Alloh Bo'lmasa taolo dedi, bilmasanglar olimlardan so'ranglar dedi-yu. nimaga bilmasangiz gapiryapsiz unda siz olimlardan so'ramasdan? Nimani olimlardan so'ramasam, men biladigan narsamni gapiryapman, E, bilmaydigan narsani bilmayapsiz-ku. bilmayman deyapman. Bilmayapsiz-ku, mana Bilmaydigan narsamni bilmayapsiz. bilmayman deyapmanmi? Tan olyapman, bilmaydigan narsani Yo'q, bilmayman. bilmayapsiz-ku. Mana Yuqoridagi mana shu masala yuqoridagi bo'yicha sizga savol demokratiyani aytyapman. Sizga aytyapman. yuqoridagilarni bilaman dedim, gaplashyapman. Bilmaydiganlarni Yo'q, bilmayman dedim, tan bilmayapsiz-da. olyapman. Yuqoridagilarni ham bilmayapsiz-da. Qonun Qaysi birini chiqarish, bilmadim? qonun birini bilmadim? chiqarish, qonun chiqarish masalasida butun dunyodagi qonunlarning usulini musulmonlar qo'ygan. Ya'ni islomni ichidan olishgan, to'g'rimi? Islomga muvofiq bu Albatta. qonunlar. Islomgacha bo'lgan tizimlarni hammasi davlat qurgan bo'lsa, sivilizatsiya o'rnatgan bo'lsa, musulmonlar o'sha sivilizatsiyadan ham olgan. Faqat Ya'ni Qur'ondan, sunnatdan gapni eshitasiz yashasak joiz. Gapni eshitasiz mohirgacha? Eshityapman. Eshitmayapsiz, bo'lyapsiz. Islomdan Gapim. oldingi tizimlar, islomdan oldingi, islomgacha bo'lgan boshqa tizimlarning ham qonun qoidalari musulmonlarga, insoniyatga manfaatli qonun qoida bo'lsa, musulmonlar undan olib foydalanavergan. Nimaga desa, shariat unga inkor, raddiya bermagani uchun. Shariat raddiya bermagani uchun biz hamma narsani shariatdan olamiz deb hamma qonunlarni yo'qqa chiqarib noldan boshlamagan shariat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ham kelib islomni noldan boshlamaganlar. Imom Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, bu risolat binosi katta bir go'zal binoga o'xshaydi. To mengacha hamma binoni qurib bo'ldi. Faqat bitta g'ish, mana shu joyda bitta g'ish kam ekan, shu g'ishni shu joyga qo'ysak bo'lar ekan deb odamlar ko'rgan binoga baho aytadi. O'sha g'ish manman deganlar. Islom shariati deganda siz o'ylagan fikr juda tor fikr. Islom keldi, hamma narsaga islomni o'zi yechim berdi. Boshqa qonun qoidalarni hammasini yo'qqa chiqardi degan gap yo'q. Qonun qoidalarni hammasi davom etaverdi. Shariatga xiloflarni shariat inkor qildi. Shariatga xilof bo'lmaganini sobit qildi. Davom etdi. Harun ar-Rashid tushundim. Endi hozir meni vaqtim yo'q, o'zi anchadan beri aytib kelyapman. Ya'ni tushundim. Ya'ni siz ilmliroq odamsizda, bu yerda o'zi ko'rinib ham turibdi. Keling ko'proq sizdan ma'lumot olaylik. Ya'ni bizda bir fikr paydo bo'lsin. Demak, siz aytyapsizki, demokratlar ichida shariatga zid bo'lmaganlari ham bor demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, qilyapti. Shariatimizga zid bo'lganlari ham bormi? Shariatga zid bo'lganlari ham bor, ha. Demak, aralashgan tuzum ekanda bu, to'g'rimi? Ya'ni botil tuzum ham bor ekan, ya'ni shariatga zid bo'lmagani ham bor ekan, aralashgan, to'g'rimi? Ha. Mana shu, ya'ni islomga muvofiq tuzum bo'ladimi endi bitta, ya'ni yashasa bo'laveradimi mana shu aralashgan buzuq qonunlar bilan musulmonlar yoki o'zini o'sha Alloh taolo bularga yashagin deb bergan tuzumini qoyim qilishlik kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Siz bergan savolingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Ha? Nima deb savol beryapsiz hozir? Shariat bo'yicha Alloh bergan tuzum bilan yashash kerakmi deyapsiz? Shariat bo'yicha baroati zimmani qanday joriy qilamiz? Mana shuni tushuntirib o'tib keting-da, menga bir ma'lumot bo'lib qolsin. Tushunmaysizki, buni sizda yo'q bu narsa. O'shani bilmagan tushuntirib o'tib narsa. keting deyapman. Tushunolmaysizki, qanaqa tushunasiz? Yo'q sizda, yo'q bu. Sizga men dars o'tishim kerak. Sizga men dars o'tishim kerak. Inson tug'ilgan paytida. Demokratiyani o'sha yuqorida aytganimizdek noshariy bo'lgan qonunlariga qarshi chiqishimiz kerakmi yoki indamasdan turishligimiz kerakmi? Demokratiya bo'ladimi, boshqa tizim bo'ladimi, shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqamiz biz. Shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqadigan bo'lsak, ummatga zarar beradigan bo'lsa, tilimiz bilan qarshi chiqamiz. Agar tilimiz bilan qarshi chiqadigan bo'lsak, yana ummatga zarar beradigan bo'lsa, qalbimiz bilan yomon ko'ramiz. Mana shu eng zaif iymon hisoblanadi. Sizga o'xshagan bilmagan odam, sizga o'xshagan masalani mohiyatini bilmagan odam chiqib olib shariat bo'yicha yashaymiz,
deb baqiraverishligi shariatga xilof ish hisoblanadi. sizni Bilmaysizki siz shariat. sizni Yo'q, nazdingizda shunaqada. meni nazdimda emas, shariat bo'yicha aytyapman. Aynan Yo'q, Hazrati yo'q. Alini aynan Hazrati Alini sizga o'xshagan odamlar kofir degan. Nimaga havorij deyapsiz mana? Ha, yo'q, men demayapman. Sizga o'xshagan fikrdagi odamlar Alini kofir degan. Hop, Ali roziyallohu anhu kofir deganlar havorijlar edi-yu. Ha, nimaga kofir degan bilasizmi? Mayli, nima degan chetga surib Ali Yo'q, roziyallohu chetga anhu. surmaymiz. Aynan siz aytgan gap bilan kofir degan. Xo'p, Sen mayli, men degan aytayotgan Qur'on- gap bilan sen- aytayotgan bo'lsa ham, ya'ni kofir degan, lekin men bu yerdagi musulmonlarni birontasini hali kofir degani yo'q. Agar nojoiz deyapsiz-ku. shariat- Nojoiz deyapsiz-ku. Shariatdan Shariatdan boshqasi, kitobda sunnatdan boshqasi nojoiz deyapsiz-ku. demokratiya kufr tuzumiga e'tiqod qilib, mana shu baxtli qiladi bizni, Alloh hukmlari bizni baxtli qilmaydi deb yashab yursa, dindan chiqadi dedim. Buni hamma ham aytadi. Siz ham Buni buni hamma to'g'ri aytadi. dedingiz, lekin men Buni ularda hamma kofir aytadi. demadimmi? Bu yerda rostdan Yo'q, shunaqa yo'q. ishonib yurgan odamlar bor bu yerda. Siz nima deyotganingizni tushunyapsizmi? Dovdiryapsizmi siz? Nima deyotganingizga tushunyapsizmi? Shariat sizga o'yinchoq emaski. Xohlagan gapni gapirib tashlayveradigan. Men sizga qaytadan aytyapman. Musulmonlarni ichida chiqqan bir jamoa da'vo qilgan sizga o'xshab tarixda islom bilan hayot kechiramiz. Biz odamlarni chiqargan qonunlarga ergashmaymiz. Aralash qonun, bo'tqa qonun, odamlarni gapiga ergashganlar kofir bo'ladi deyishgan. Fosiq Ali bo'ladi. Roziyallohu davrida odamlar o'zidan chiqarib olganmi nafsidan qonunlar? Ha, nafsidan chiqargan. Ali Roziyallohu davrida-ya Ha? demokratiyaga o'xshab shunaqa ichib yuradigan. Aynan demokratiyaga o'xshagan gap chiqarishgan. Abu Muso Ash'ari bilan Amr ibn Os nima hukm chiqarishgan? Nima ular musulmon emasmi ular? Musulmon edi-da, ha? Ular ham musulmon edi. O'shani kofir degan havorijlar. Taqvodor musulmonlarmidi ular? Dinni tushunadigan? Dinini tushunadigan musulmonlar edi. O'shalarni kofir degan. Taqvodormidi? Ibodatgo'y taqvodormidi? Ibodatgo'y edi, ha? Hozir tepadagilar prezidentimiz bu alkashku bu. Bu ahli ayolini hijob qilmaydigan bu betaqvo odamku bu. Qayerdan bilasiz siz? Mana internetga kirib turib ahli ayolini yozing. Yarim yalang'ochligini rasmlarini ko'rasiz, videolarini. Endi hozir siz agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, endi bilmadim. shuncha masala orqada qolib ketdi-da, endi prezidentning xotini boshi ochiq bo'lgani uchun hozirgi prezident kofir, fosiq, alkash deyapsiz, shunaqami? Chunki Ali roziyallohu davrida narigi ikkita odamni aytdingiz, ular nafsidan chiqargandi dedingiz. Men aytdim, nafsidan chiqargandi balkim, lekin ular taqvodor odamlar edi dedim. Kim aytdi sizga taqvodorlik betaqvo agar zohirga qarab bir kishiga tuhmat qilish kerak bo'lsa, sizni kimligingizni bilmasdan sizni g'alati zino bu haromi desam bo'ladimi? Yo, sizni mashhur gaplaringiz-ku bu. Yo'q, bo'ladimi deyapman. Yo'q, mana shu mashhur gap sizga o'xshagan odamlarning tuhmatiga javob sifatida aytiladi. Siz tuhmat qilyapsiz hozir. Prezident ahli ayoli, meni gapimni eshiting, siz ilmli odamsiz. Prezident ahli ayol nima, hijobda avratlarni yopib yuradimi? Mana qizlari bor, ahli ayoli, prezidentni o'zi diniy masalada diniy obraz emas bizga. Dunyoviy boshqaruv prezidenti u. Dunyoviy boshqaruv. Demak, betaqvo dinga amal qilmaydigan odam. U odam qonun chiqarmaydi u. Mayli qonun chiqarmasa ham shuni ustat turibdi. Demak, betaqvo alkash odam, to'g'rimi? Yo'q, kim aytdi alkash deb? Kecha Qozog'istonga borib bir to'da o'sha prezidentlar bilan shampanskiy urishtirib olib, ashula aytganini ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ko'rishingiz kerak ekan, o'sha ko'rmaganingiz siz mana shu holatga ko'rmaganlaringiz mana shu ahvolga olib kelyapti sizni. Yo'q, ko'rgan taqdirimda ham bir insonning shaxsiy hayoti bilan butun boshli hukumatni alkash deyishlikka yo'l qo'ymayman men. O'sha Ali roziyallohu davridagi o'sha ikki odam aroq ichishmas, aroqni haromdir dema. Aroqni nima aloqasi bor bu yerda? Aroqni nima aloqasi bor? Hozir mana shu aloqasi bugungi ustimizda turgan bu tuzumlar, bugungi ustimizda turgan odamlar haqida emas bizning mavzuyimiz. Hozir siz agar bir qonun to'g'risida shariat to'g'risida gaplashib keyin shaxsiyatga o'tib ketsangiz, aynan siz uslubingizda sizga aytamanki, demak siz haromisiz, onangiz fohisha, dadangiz kimligi noma'lum desam, sizga yomon tegadi. Nimaga? Chunki siz ham shaxsiyatga o'tib ketyapsiz, shunaqa javob bergan bo'laman men.
man Bizni man mavzuyimiz man ularni onasidan bizni kelib so'kkanim yo'q. yo nima bo'lgan Ularni taqdirda ham. Men onangizdan nima degan, so'kayotganim yo'q, misol siz keltiryapman. mani onamni tilga Eshiting. olyapsiz, so'kmayotgan Yo, bo'lsangiz sizni endi. onangizni Lekin tanimayman. man ularni onasidan kelib Onangizni so'kkanim. tanimayman, kimligingizni tanimayman. Hozir biz shariat qonunlari bo'yicha gaplashib turibmiz. Shariat qonunlari bo'yicha, hozirgi kundagi demokratik qonunlar bo'yicha musulmonlar demokratik qonunlarda shariatga zid bo'lmagan qonunga amal qilsa bo'ladimi? Shu mavzuni gaplashyapmiz. Prezident Alkash xotini boshyalangoch deyapsiz. Men sizga aytyapman, sizni onangiz fohisha, o'zingiz haromisiz desam, to'g'ri bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu mavzu emas. Bizni mavzuyimiz qonunchilik. Chunki mani onamni Qonunchilik. ko'rmagansiz, lekin men prezidentni kimligini hamma ko'rib turibdi-da. Hech ham ko'rmaysiz. Qattan. Siz Daifligini mahkama qozimisiz? Siz qozimisiz? Men Siz mana oddiy shariat odamman, bo'yicha amal qilasiz. uni ichayotganini ko'rishmayapti odamlar. Mana endi sizga savol. Shariat bo'yicha amal qilishingiz kerak bo'lsa, bir odamni alkash, bir odamni dayus, bir odamni shunaqa fohisha, bir odamni shunaqa deyish uchun mahkama kerak bo'ladi. Siz shariat bo'yicha amal qiladigan bo'lsangiz, da'vo qilasiz mahkamaga. O'sha mahkamaga ko'ra siz dalil keltirasiz. Qozi keyin dalilingizni o'rganib chiqadi. Siz aytayotgan odamni shariat mahkamasi bo'yicha hukmini beradi. Uzoqdan turib olib qonun shariat bo'yicha masalada tupikka kirib qolganda shaxsiyatga osilmaydi. Men hech kimni shaxsiyatiga osilmaganman. Hech kimni mabodo shaxsiyatimga osilsa, mavzuni boshqa tomonga aylantirib ketsa, keyin aytganman misol tariqasida. Ho, mana shu ishinglar noto'g'ri. Men ham shunaqa desam nojoiz-ku. Odamlarni onasidan so'kkanligingizni tan olasizmi shaxsiyatiga? Hech qachon so'kmaganman. Rasmini mana shu joyga agar tashlab qo'ysam, inshaalloh bugun bitta dona tashlab qo'ysam, bu yerdagi odamlar ya'ni tan oladimi? Qo'limni kesaman agar men bir odamni assalomu alaykum degan bo'lsa, onasidan so'kkanimni tashlab bersangiz. Men sizga assalomu alaykum demayapman men. Bir odam siz shaxsiyatga o'tyapsiz, alkash deyapsiz. Siz urishasizmi, talashasizmi, uni menga farqi yo'q. Bir odamni deyapsiz, bir odamga tuhmat qilyapsiz. Bir odamni so'kkanligingizni tan olasizmi, onasidan kelib so'kkanligingizni? Hech qachon so'kmaganman. Assalomu alaykum deganiga emas, farqi yo'q. Urishasizmi, talashasizmi, ya'ni meni onamni so'ksa, meni onamni so'ksa, meni dadamni so'ksa so'kaman. Mayli, shu so'kib turgan bo'lsam so'kasizmi? Ha, so'kkan bo'lsa so'kaman, haqqim bor. Ahli ilm u odamlarga chiroyli bir Men ahli ilm emasman. Men ahli ilm emasman. Sizga o'xshab sizni gapingizga ergashmayman. Siz singari tuhmatchi, siz singari ya'ni mavzudan sizdan boshqalarga ergashiladigan. Bu o'zimning fikrim, xohlasanglar olinglar, to'g'ri kelsa dedim. Yo'q, rostdan ham sizni fikringizga tupurib qo'yganmiz. Nimagaki siz qochyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu shariat bo'yicha tushib ketardim. Qochib ketdingiz, hozir mavzudan qochib ketyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu demokratik tizim, aralash tizimga ergashsa bo'laveradimi? Bizga shariat hamma narsani yechib bergan-ku 100%. Unga ergashsak bo'lmaydimi dedingiz. Men sizga aytdim, shariat hamma narsani 100% batafsil yechib o'tirmaydi. Shariat bizga usullar beradi. Shariat bizga usullar beradi. O'sha yechimlarni odamlar o'ylab chiqaradi. Odamlar qonun ishlab chiqaradi. Taqvodor, Allohdan qo'rqadigan o'sha mushtahidlar o'ylab topadi. Shart qo'yilmaydi. Qayerda bor hukm chiqarish uchun taqvodor bo'lishi shart? Musulmonlarda hayotiga yechim bo'lmaganda, ya'ni mushtahidlar ijtihod qilib beradimi? Mana shu narsani yangi narsalar paydo bo'ladi. Mushtahidlar emas, qonunchilik umuman boshqa narsa. Nima haqida gapirayotganingizni umuman bilayotganingiz yo'qsiz. Qonunchilik umuman boshqa narsa. Men sizga aytayapman, Harun ar-Rashid davrida Ibn Muqaffa degan odam majusiy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda majusiy bo'lgan Ibn Muqaffa Harun ar-Rashidga islomiy davlatni boshqarish uchun qonun yozib bergan, qonun ishlab chiqarib bergan. Ibn Muqaffani qonuni bilan Harun ar-Rashid davlat boshqargan. Ya'ni u Harun ar-Rashid davrida o'zi dastur yo'qmidi? Ya'ni davlatni boshqarishlik dastur yo'qmidi? Yo'q edi. Ya'ni u shundoq men xalifaman, meni Allohning dinini boshlashligimga dasturim yo'q, yechib beringlar, ya'ni bir paydo qilib beringlar deganda o'sha majusiy odam o'tirib turib davlatni boshqarishligi bir dasturini, qonun qoidalarni tuzib berdimi? Aynan. Xuddi shunday qilgan. Ya'ni o'zini davrida olimlar yo'qmidi? Ya'ni o'sha borida olimlarga taklif qilgan, Ibn Muqaffa yozib bergan, olib kirib bergan. Uni diniy e'tiqodi muhim bo'lmagan.
Taqvodorlar yechib bera olmagan. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi, o'y, noma'lum odam. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Taqvodorlikni odam ko'rsata olmaydi. Siz ham Demak, ko'rsata olmaysiz, siz ham ko'rsata olmaysiz, men ham ko'rsata olmayman. Hech kim men taqvodorman deb ko'rsata olmaydi. Taqvodorlik Xo'p, shart qo'yilmaydi. Majusiy Harun odam bir ar-Rashid butun islom diyorlarini, chegaralar kattalashib ketgandan keyin boshqaruv sistemani yo'qotib qo'ygan. Nima qilishni bilmasdan ulamolarni chaqirgan. Baytul Hikmani o'shanda tashkil qilgan. Baytul Demak- Hikmani tashkil qilib, e'tiqodidan qat'iy nazar, dinidan qat'iy nazar bizga tizim ishlab beringlar. Tizim qanday boshqaramiz? Butun yer yuzini yarmidan ko'pi musulmonlarning qo'lida qanday nazorat qilamiz degan. Ibn Muqaffa Arastuni kitobidan tarjima qilib qonun ishlab chiqarib bergan. Arastuni kitobidan. Ulamolar ko'rgan o'sha qonun, qoidalar 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi degan qonunga shariat inkor bermaydi. Tamom 2 ga 2 4 ekan, bo'ldi, foydalanaver deydi. Xuddi shunaqa sistema qilib bergan. Sizga o'xshagan havorijlar musulmonlarni kofir deydigan, soqoliga qarab, ro'moliga qarab, namoziga qarab, ularni kofir musulmonga ajratadigan havorijiy itlar o'sha davrda ham musulmonlarni kofir degan. Alini kofir degan. Nimaga endi havorijga telatyapsiz mani? Men sizni haqorat qilmadimmi? Siz havorij degani haqorat emas, sifat. Siz aynan havorijiylik qilib turibsiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Tog'utni itiyalog'i deb hozir bemalol aytsam bo'ladi, to'g'ri? Mirziyon tog'utni itiyalog'i. Aytolmaysiz. Mana aytyapman, yana eshitib olsin qolganlar. Tog'utni itiyalog'isiz siz. Yo'q, mana shu tuhmat uchun o'zingizni onangizni zino qilgandan yomon ish qildingiz. Albatta Robbil alaminning oldida yuzma-yuz inshaalloh, ya'ni kiromin katiblar yozib turibdi. Albatta inshaalloh qiyomatda yuzma-yuz biz ham zabt qilib turibmiz. Biz ham zabt qilib turibmiz inshaalloh. Qiyomatda ko'rinish itiyalog'isiz. Qani qayerdan tog'utni itiyalog'lik qildim? Bu mani sizga berayotgan mani fikrim. Xohlasangiz tuhmatning, xohlasangiz yolg'on deng. Mahkama yo'q, torta olmaysiz. Nima qilamiz? Qiyomatga qoldiramiz. Yo'q, qiyomatga qolmaydi. Qiyomatga qaysi mahkama? Shariy mahkama bo'ladi. Mahkamani islomiy davlat qoyim qiladi. Siz mana itiyalog'lik qilayotgan demokrat davlatingiz qilmaydi bu. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar da'vogar dalil keltirmaganda edi, hamma birovning qonini, obro'si, molini halol sanab olardi. Shuning uchun da'vo qilgan dalil keltiradi. Keltiring, mana yuqorida siz havorij dedingiz, keltiring dalil keltiring. Mana havorij deganingizga dalil keltirdim. Siz bizni qanaqa dalil keltirasiz? Qaysi dalilni keltirdingiz? Mana dalil. Sizni gapingizdan aytyapmiz. Siz bizni tog'utni itiyalog'i deyapsiz. Kofir deyapsiz. Siz yuqorida havorij dedingiz, dalil keltiring. O'zi o'sha dalil o'zi mahkamada hal qilinadi. Mahkamada hal qilinadi. Mana dalil. Bizni kofir deyapsiz. Bizni kofir deyapsiz. Men kimni kofir dedim? Meni kofir dedingiz hozir. Qachon kofir dedim, tushunmadim. Tog'utni itiyalog'i kofir bo'ladi. Kofirni itiyalog'i deyishlik kofir deyishlik emas. Bir mo'min odam, xoin odam, ya'ni oxiratini dunyosi uchun sotib yuborgan odam ham bemalol masalan itiyalog'lik qilishi mumkin. Tarixda ham bo'lgan bu narsalar. Kofir bo'ladi o'sha. Sizni nazdingizda kofir bo'ladi, lekin meni nazdimda kofir bo'ladi. Shuning uchun men kofir demadim. Bil ittifoq tog'utga yaloqlik qilgan odam bil ittifoq nima degansiz? Menga o'xshagan odamlar orasida bil ittifoq deb demoqchimisiz? Lekin menga o'xshagan odamlar bil ittifoq emas. Mushtahidlarni hech qaysi mustahid aytmagan. Hech qaysi Qur'onda oyat turibdi. Va man yu'min billahi va man yakfur billahi va man yu'min billahi va yakfur bit-tog'ut degan. Kim Allohga iymon keltirgan, tog'utga kufr keltirsa, u musulmon bo'ladi. Kim Allohga kofir bo'lib, tog'utga iymon keltirsa, kofir bo'ladi. Tog'utga itiyalog'i degani kofir degani. Endi kofirga itiyalog'lik degani xoinlik qilayotganligini aytadi. Itiyalog'lik qilib beryapti. Shunga dalil keltirish. Itiyalog'iga ovqat solib bersa, ozgina itiyalog'iga ovqat solib bersa, borib turib yalab kelganiga xoinlik qilayotgan deyiladi. U kofir deyilmaydi uni. Mo'min odam Ukrainadagi Mahmud dadangiz haqida gapiryapsizmi hozir? Ko'ryapsizmi mana tuhmatingizni? Qarang, men sizni o'sha haqida gapiryapsiz-da. Shavkat dadangiz haqida gapirganim yo'q-ku. Yo'q, Shavkat mening dadam emas, bizni O'zbekistonning prezidenti bor. Mahmud ham meni dadam emas. Qanday bildingiz? Chunki o'sha itiyalog'ini yalayotgan Mahmud-da Ukrainaga borib
Ukrainalar Mahmudda nima Ukrainaning purchumi? Kim u sionizmini o'zi Mahmud? Mahmud bu yerda nima purchumi bu yerda? Shavkat prezidenti nima pulishon bitdi? Chunki siz o'shanga ideologiya qilyapsiz. Ya'ni Qani siz qani o'shani qani qani o'sha man shariatdan o'shani chiqqanim tuzumini yo'q. ayni Shariat musulmonlarga bu man yerdagilarga uni tuzumini gapirganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev tuzumini gapirganim yo'q. Man yuqorida nimani islom gaplashyapsiz? shariatini Mana shu ustimizdagi tuzum bilan yashasak bo'ladimi, yo'qmi desa, siz yashasak bo'ladi deb kelyapsiz. Mana shu man o'sha faqat tog'utni O'zbekiston haqida tuzumiku emas, bu. O'zbekiston haqida emas, Qirg'iziston haqida ham, Qozog'iston haqida ham, Tojikiston haqida ham, Andalusiya haqida ham, Iroq, Shom, Suriya, Turkiya, Saudiya hammasi haqida gapiryapman. Qaysi Men tizim O'zbekiston bo'lishidan haqida qat'iy gaplashyapman. nazar, Bugun yo'q, bu O'zbekistondagi O'zbekistonga o'zbeklar, bu aloqasi yo'q. yerdagilar ham Butun o'zbeklar. musulmonlarga aloqador gap bu. Butun musulmonlarga aloqador gap. O'zi odatda O'zbekistondagi o'zbeklar yug'olituni id yapurun deydi. Mirziyon Sizga o'xshagan, tog'utni siyosatini ostida yashab kelyapti. Siz buni o'rtada turib olib, tog'ut bilan xalqni o'rtasida turib olib, ideologlik qilyapsiz. Ya'ni yashasak bo'laveradi deyapsiz. Mana shu ideologlik yashayapmiz-da zotan. Yo'q, ideologlik bo'lmaydi. bo'ladi, ya'ni chaqirib berayotgan, bunga qarshi Demak- turishimiz kerak emas. Aslida demak yashasak demak joyi Yusuf yetgan odamlar Yusuf ideologlik qilayotgan bo'ladi. Yusuf Qarzoviy ham siz uchun ideolog, Ali Bilbayyan ham siz uchun ideolog, Valad Daduy ham siz uchun ideolog, hamma ulamolar siz uchun ideolog. Siz uchun, Yo'q, sizga buni o'xshagan siz jahannam o'ylab itlari topyapsiz. uchun ideolog. Chunki Buni sizlar siz o'ylab jahannam topyapsiz. itlarisizlar. Men o'ylab Ertaga topayotganim yo'q, meni gapim emas bu. Biz gaplashdik. Nimani gaplashdik? men sizga sizni Musulmonlarning aytyapman bu yerda. qonunlari bo'yicha butun dunyoda qanaqa qonun bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarning shariatiga zid bo'lmasa o'shanga amal qilinaveradi. Orada savol Siz berdingiz. aytyapsiz bu narsani. Ya'ni Demokratiyada demak orada savol berdingiz. Demokratiyada shariatga zid bo'lgan tizimlar bormi dedingiz. Men bor dedim. Unga nima qilamiz dedingiz. qarshi Unga chiqishimiz qarshi kerakmi chiqamiz bunga? dedi. Unga aytdim men uni. Kimga aytdingiz? Sizga aytdim. Bu yerdagilarga nimaga aytyapsiz? Bu yerdagilarga aytdim. Aytdim bu yerdagilar yerdagilar. yashab yuribdi-yu, biz ishonib, bu araj ekan bu, biz e'tiqod qilib yashab yuribmiz, bunga o'sha qarshi chiqishimiz kerak ekan deyishmadi bu yerdagilar. Yo, davomini ham aytdim-da keyin. Gapiravering. Nimani gapiraman? Demak musulmonlar qarshi chiqmasdan yashasa bo'laveradi, to'g'rimi? Yo, men aytdim uni. Demak qarshi chiqadigan joylarga qarshi chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Men uni 3 xil uslubini aytdim. Imom Buxoriyda kelgan hadis bilan aytib berdim. Sizlarga hadis ham kerak emas. Sizlarni shaxsiy havoyi nafsiylar sizlarga iloh. Sizlarga o'zingizlar tushungan shaxsiy tushuncha Xudo. O'sha xudoiylarga sig'inib yuribsizlar sizlar. Majoziy ma'noda. Alloh taolo Qur'onda aytadi sizlar haqingizlarda. Afara'ayta man ittakhada ilahahu hawahu deydi. O'zini shaxsiy tushunchalarini, havoyi nafsini iloh qilib olgan odamga qaramaysanmi deydi. Hozir boshidan gapimiz zapisda turibdi hammasi. Siz bilan shar'iy masalalarni gaplashib kelayotgandik madaniyat bilan. Birdan siz shaxsiyatga o'tib ketyapsiz. Prezident qo'shyapsiz o'rtaga. Siz o'tdingiz-ku, ya'ni o'sha zapisni yaxshilab eshitib bo'lsangiz, siz o'tasiz o'zingiz. Men eshitmayman, hamma eshitib turibdi, hamma eshitadi, baho beradi. Siz zapisingizni qo'ying-da, o'zi har doim shaxsiyatga siz o'tasiz. Yo'q, men o'tganim yo'q. Mahmudni ham o'sha videosini montaj qilgan siz bo'lasiz. Qanaqa montaj qilganman? Qo'yib bering, ya'ni originali bilan o'zingiz montaj qilganingizni qo'yib bering, originali bilan. Originalida ham men montaj qilmaganman. Originalida ham men o'zim kesib qo'ygan, masalan 2,5 soatlik narsada anons sifatida kesib qo'ygan joyim montaj emas. Men undan birinchi bo'lib kirgan. Nimaga buni aytmadingiz? Kesib turib qo'yilgan aytganman. Kimga aytdingiz? Hammaga jonli muloqot aytmagan, aytmagan video turibdi o'sha. Aytganman. Buxoroga, Samarqandga borib turib, Yangi yildan arafasi o'sha ovoz berishligidan, prezidentga ovoz berishligidan avval bir video qilib, Gasinsadan qayerdadir video qilib qo'ygansiz, mana shu videoni to'liq suratda qo'ygansiz. Hech kimga gapirganingiz yo'q. Hammaga gapirganman. Kesmaganman. Anons berganman. Undan keyin batafsil aytganman. Mahmud kitob haqidagi masalani ko'rishib gaplashamiz degan menga. Ko'rishib gaplashamiz degan va'dasiga xilof qildi. Men undan kitob haqidagi men undan kitob haqidagi masalani da'vosini emas, birinchi bo'lib kirgan paytimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga qilgan tuhmatiga dalil so'raganman.
o'sha tuhmatga dalil so'raganimda u tuhmatga javob bermasdan aylantirib o'rgiltirib kitob haqida gapirib qochishga harakat qilgan. Bo'ldi, Yo. kitobda ham gaplashamiz deganman. Bo'ldi, kitobda ham gaplashamiz. O'sha chislani 6 soat belgilaganmiz. bahsi Bu- turibdi. Kim Ol- qochganligi 6 soat bahs turibdi. O'zi bu yerda qochgan deyapsiz-ku, lekin 6 soat bahs turibdi. Uni ko'ringsa Ha, o'zi hech qayerga qochilgani yo'q hech kim. qochgan 2 yildan qochib yuribdi. odam Kecha ham qochgan odam qochib qochgan. ketib qoladi indalmasdan. indamay qochib ketdi. Kecha ham kirsak ovozimni Qanaqa o'chirtirib qilib qo'ydi. 6 soat bahs qilgan odam indamasdan qochib ketadi? O'zi 6 birsi o'sha soat emas. 6 birinchi soat soatida, emas. ikkinchi soatida o'zi 6 gapni boshlagan 6 bo'lsanglar. soat emas. Aytdim-ku, Mahmud sizni urg'achi dadangiz deb bilinib turibdi. Ko'ryapsizmi? Mana haqoratni ko'ryapsizmi? Yo'q, haqorat emas. o'tishingizni. Men sizga yo'q, urg'achi dadangizda sizni qat'iy haqorat Mayli, qilaman. agar- Kimligingiz noma'lum. Agar Noma'lum. sizda dalil bo'lsa ham bu menga nisbatan men dalil demaymanda, ya'ni o'sha meni Kimsiz? sha'nimga bo'layotgan haqorat deyman bu narsani. Yo'q, kimsiz? Sha'ningiz yo'qki. Siz Odam emaski shunaqa siz bir hozir. shunaqa bir pastkashsizki, odamlarni shaxsiyatga o'tib ketasiz. Siz ro'parazdagi odam ko'rib turibsizda, sizdan ilmsizroq, lekin baribir o'sha pastkashlik qilib turib uni shaxsiyatga o'tasiz. Hozir Ya'ni- pastkashlik ya'ni- qilgansiz-ku. Hozir Yo'q. pastkashlik qilgan, prezidentni qo'shyapsiz, ayolini qo'shyapsiz. Sizni Ha, onangizni ayolini qo'shmayapman, aytyapman. yoqmagan dedim. Sizni otangiz deganim yo'q. Men sizni Yo'q, u prezident, u ham sizni otangiz odam, deganim yo'q. u ham musulmon, u ham shaxs. Bitta sizmisiz musulmon, bitta sizmisiz shaxs. Men sizni sizga o'xshab dadez deganim yo'q, lekin siz Yo'q, bo'lsa meni Mahmud dadez dadamniku, deyapsiz. meni dadamniku gapirganingiz bilan sizga o'xshagan itlarni xurushi karvonga ta'sir qilmaydi. Siz Aha. shaxsiyatga o'tish masalasida bu joyda birinchi shaxsiyatga o'tyapsiz. Qonun bo'yicha gaplashayotgandik. Qonun bo'yicha siz prezidentga o'tib ketyapsiz, uni ayoliga o'tib ketyapsiz, shaxsiyatga o'tyapsiz. Men sizga aytyapman, sizni onangizga o'tib ketsam, sizni haromi deb ketsam nojoiz deyapman. Albatta Siz nojoiz. qonun bo'yicha, sizga ham nojoizda. Sizga ham Yo'q, nojoiz bo'lishi nojoiz kerak. emas. Qonun Chunki Nimaga? bizni Sizga joiz boshqarayotgan odam bo'laveradimi? betaqvo dedim. Boshqarayotgan odam bizni betaqvo. u boshqaruvdagi odamlar diniy odamlar emas. Bizni din bilan Demak, boshqarmayapti. dinsiz odamlar, diniy odam Yo'q, bo'lsa, demak dindor dinsiz odamlar. odamlar. Yo'q, siz Nima aralashtirmanglar. deganingiz? Diniy odam emasda dindor odamlar. Diniy odamlarmi, Yo'q. dinsiz odamlarmi? Yo'q, bizda O'zbekistonda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda boshqaruv diniy emas. Dunyoviy Dinsiz. boshqaruv. Demak dinsiz. Yo'q, dinsiz degani emaski, siz hozir Hazrati Alini kofir degan odam bilan bir xil gapiryapsiz. Hazrati Alini ham shunaqa deyishgan. Sen musulmonmisan deyishgan, ha? Nimaga ikkita odamning gapiga ergashib hukm chiqaryapsan, kofir bo'lding deyishgan. Bir xil gapiryapsiz. Men sizga insof doirasida gapiryapman, sizga insof doirasida gapiryapman. Bizda diniy, shar'iy masalalarda muftiyat bor. Diniy tizim bor bizda. Biz musulmonlar agar dunyoviy boshqaruv ham dinga aloqasi bo'lmagan o'rinlarda shariatimizga zid kelmaydigan bo'lsa amal qilaveramiz deyapti. Butun dunyo ulamolari aytayapti. Davlat dinga aralashmaydimi? Aralashadimi, aralashmaydimi, u boshqa masala. Nimaga siz boshqa masalaga sakrab o'tib ketaverasiz? Men sizga aytyapman. Bizda aytdingiz diniy masalalarda siz aytyapsizki, bizda diniy qo'mita, diniy idoralar bor deyapsiz. Diniy masalalarda. Demak, davlat dunyoviy bo'lsa, bu dinga aralashmaydi, to'g'rimi? Qo'mita deganim yo'q. Diniy idora deylik, mayli. Diniy idora sizlarda diniy masalalarni yechib bersa, diniy idora ulamolar kengashi bor. Faqat O'zbekiston emas, butun dunyoni aytyapman sizga. Mana eshiting, O'zbekistonda diniy idora musulmonlarda diniy masalalarni yechib bersa, butun dunyoda qiyomatga qadar musulmonlar shariatga amal qiladi. Hali islom tarixida ya'ni musulmonlarning jamoasi bilkulliyan islomdan voz kechgan tarix yo'q. Hattoki mo'g'ullar butun islom ummatini bosib olib, tepamizga mo'g'ul mushriklari boshliq bo'lgan davrlarda ham musulmonlar islomga amal qilgan. O'sha mo'g'ullar chiqargan yasoq tuzumiga majburlagan paytida ham islomga zid bo'lsa amal qilmagan, islomga muvofiq bo'lsa indamagan. Hattoki o anaqada Andalusiyada musulmonlarni nasroniylar bosib olgan. Hukumat tepasida toza diniy fonda nasroniy odamlar, mushriklar boshliq bo'lgan musulmonlarga. Shunda Romliydan, Ibn Taymiyadan bir qancha ulamolardan kelib so'rashgan. Nima qilaylik deganda, shariatga muvofiq chiqarilgan qonunlarga amal qilaveringlar degan. Shariatga zid bo'lsa amal qilmaysizlar degan. Biz islom tarixi demak demang. Sizda demak degan mazhabingiz, demak degan diningizga tupurib qo'ygan bizni shariat.
Biz Demak, shariatga qonun bo'yicha amal qilamiz. Sizni demakingizga amal O'zbekistonda qilmaymiz. Biz musulmonlarda butun dunyo diniy bo'yicha, butun muammolarni dunyo, O'zbekiston bo'ladimi, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ladimi, hamma joyda yashayotgan musulmon birodarlarimiz shariat ko'rsatmasining taqriri bilan, tasdig'i bilan amal qiladi. 5 vaqt namozini o'qiydi, Ramazon ro'zasini tutadi, musulmonman deydi, nikoh bilan yashaydi, azon aytadi, masjidlarida jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Qarshi bo'lgan sistemalarga shariatni almashtirmaydi. Shariat bo'yicha amal qiladi. Shuning uchun musulmon agar nikoh bugungi O'zbekistonda ham, Qozoq, Tojikistonda ham nikoh rasmiy qonun sifatida qabul qilinmasa ham, hali bu ummatni ichida birorta odam zakis bilan yashab ketaveraman degani yo'q. Deganlari ham nikohlashlikka majbur bo'ladi oxiri. Shu muslimalar maktablarga ham shu hijob bilan bora oladimi? Ya'ni amal qilyapti. Qarshi chiqyapti-ku ba'zi bir odamlarni aytishi bo'yicha. Qarshi chiqsa ham ro'mol farzlikcha qolaveradi. Yo'q, men farz emas deyapman. Ya'ni mana shu musulmonlar, Alloh taolo buyurgan muslimalar hijob bilan maktablarga ham boryaptimi? Boryapti. Qarshiliklar bo'lsa-chi, unga nima qilish kerak? Bo'lsa ham boraveradi. Mo'min erkaklar tomosha qilib, ohvoy qilib o'tirishlik kerakmi yoki ohvoy qilib u boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz-da siz. Ohvoy qilib o'tirmaydi. Ro'molning farzligini ta'kidlaydi, qizlarga ro'mol o'ratadi, ro'mol farzligicha qolaveradi. Hozir hozir mana bo'lyapsiz, e'tibor beryapsizmi? Mana e'tibor beryapsizmi? Yuqorida umuman boshqa mavzu bilan boshladik. Hozir siz bir mavzudan topikka kirsangiz, ikkinchi mavzuga sakrayapsiz, ikkidan topikka kirsangiz, uchga, uchdan topikka kirsangiz, to'rtga sakrayapsiz. Bizning umumiy gapimiz, qaytarib aytaman, bizning umumiy gapimiz demokratik tuzum bo'ladimi, aristokratik tuzum bo'ladimi, liberal tuzum bo'ladimi? Tuzum qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlar shariatga amal qilib yashashligi kerak. Shariatga amal qilishlik masalasi man ra'a minkum munkaron hadisiga amal qiladi. Kim bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartiradi. Agar eplay olmasa tili bilan, agar uni ham eplay olmasa qalbi bilan yomon ko'radi deganlar. Mana shu eng iymonining, mana shu iymonining eng zaifi deyiladi. Sizga o'xshagan sharafsiz, benomus odamlar hadis shariflarni ustidan gapiraverasizlar. Sizlarga shariatning mutlaqo keragi yo'q, sizlarga shariatning keragi yo'q. Sizlarga sharafsiz o'zinglarni demakinglar kerak. Hadis aytayapman, ustidan bo'lib tashlayapsiz. Hadisning davomini aytayapman, ustidan bo'lib tashlayapsiz. Shariatdan gapiryapman, ustidan menimcha demak deyapsiz. Sizga o'xshagan sharafsiz, benomus odamlarga bu ummat ergashmaydi. Ovora bo'lasizlar. Bu ummat o'zi jamoaviy shaklda islomiga amal qilib keldi shu kunga qadar, bundan keyin ham to qiyomatgacha islomiga amal qiladi. Sizga o'xshagan sharafsizlarni demak undoq qilish kerak. Demak prezident undoq ekan. Demak prezidentning ayoli bundoq ekan. Falonchi alkash ekan deb haligi Ramazon Putin gapi bor edi. Yuqolituna id yaqulun degan. Gapirganda mana shunaqangi g'alat mavzularga o'tadi odamlar degan. Aynan sharafsizlikning usuli shu. Bu odamlar chiqarib yordinglarmi, o'zi chiqib ketdimi? Yo'q, ustoz bekitib qo'ydik ovozini. Bu benomus odamlar, mana hozir mavzuni boshidan boshladik. Mana hech qanaqangi shaxsiyatga o'tganimiz yo'q. Mana aytayapman, shariat hamma narsaga batafsil yechim berishga majbur emas. Shariat bizga usullarni aytadi. Masalan, deylik, mast qiluvchi ichimliklar harom deydi, bo'ldi. Endi Qur'onda geroin haqida gap yo'q, hadisda piva haqida gap yo'q. Ijmoiy ummatni qavlida sahobalar davrida masalan qoradori haqida gap yo'q. Nimaga desa, bunaqa tafsilotlarga kirishish iloji yo'q. Hammasini gapirsa, vaqt o'tgandan keyin tabletka paydo bo'lyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa narsa paydo bo'ladi. Uni davr, zamon o'tishi bilan odamlar hukm chiqaradi uni. Odamlar o'rganadi, usul bor. Nima edi? Mast qiladigan narsa harom. Tamom. Shunga ko'ra lidika, tabletka hammasi harom. Ya'ni mast qiladiganlar deydi. Xuddi shunga o'xshaydi boshqa misollar ham. Zamonlar o'tishligi bilan, urflar, odatlar o'zgarishi bilan, jamiyatlarda yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan yangi fatvolarga, yangi hukmlarga ehtiyoj tug'iladi. O'sha ehtiyojni odamlar chiqaradi.
Lekin usulda shariatga bo'ysunib chiqaradi usulni. Shariatga bo'ysunib chiqaradi deb kelyapman. Bu odam nima deyapti? Ha, demak bizni boshqaruvimizda alkash bor deyapti. Bu sharafsizlik bo'lmasa nima bu? Biz hozir qonun haqida gaplashayotgandik. Bizni prezidentimizni, ya'ni O'zbekiston prezidentini shaxsiyatiga hujum qilib, meni tog'utni ideologi deyapti. Ya'ni bular ilmiy bahsda javob bera olmaganligi uchun shaxsiyatga o'tib, odamni provokatsiya qilishga harakat qilyapti. Men nima deyapman shunaqa odamlarga? Bir odamga nisbatan shaxsiyatga o'tgan odamga agar biz ham shaxsiyatga o'tsak to'g'ri bo'ladimi? Ha desa, bular haromi odamlar deymiz. Yo'q desa, unda yuqoridagi gapiga tavba qilish kerak. Ikkalasidan boshqa yo'li yo'q bularning. Hozir shu mavzu tugamasdan turib, men baroati zimma nima desam bilmayman deyapti. Aybsizlik prezumsiyasi nima desak bilmayman deyapti. Butun dunyoda bu qonunlar shariatdan olingan. Napoleon ya'ni Misrga kelganda Imom Molikning Muvattolari, Muxtasari Halilni sharhidan Fransiya qonunlarini ishlab chiqargan. Butun qonunlarning ichida shariatning ta'siri bor. Baroati zimma butun dunyoda afsizlik prezumsiyasi deb qabul qilingan. Buni bilmayman deyapti. Bilmasang nimaga aralashasan mavzuga desam, chunki men bilganimga aralashaman deyapti. Bilmayapti-ku. Qanaqa bilmagan narsasiga aralashadi bu odam? Demak, umumiy ma'noda birodarlar, shunga o'xshagan sharafsiz odamlarga, ya'ni unaqa ko'p, ya'ni birovni tuhmat qiladigan darajada imkon bermaslik kerak. Mezon qo'yish kerak. Qaysi mezon bo'yicha gaplashadi? Ya'ni bitta gapni gapirib, javobini olsa, ikkinchi gapga o'tib, uchinchi tuhmatga o'tib ketaversa, unda bahs bo'ladimi? Hazrati Alini qaytib aytaman. Hazrati Ali radhiyallohu anhuni aynan mana shu uslub bilan kofir deyishgan. Shu uslub, boshqa gap yo'q. Nimaga Aliga qarshi chiqishgan? Chunki Ali Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As radhiyallohu anhumolarni gapiga xo'p degani uchun kofir deyishgan. Ana sen odamlarning chiqargan qonuniga ergashding. Inil hukmu illa lillah nima degani? Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q degani. Sen odamlarning hukmiga bo'ysunding, Allohning hukmidan voz kechding, ana o'shanga kofir bo'lding degan. Ali nima degan? Ali aytgan gapni gapiryapmiz biz ham. Ali aytganki, "Ho'y" degan. Axir o'sha hukmni odamlar chiqaradi-yu. Odamlar chiqargan hukm musulmonlarning manfaatiga xizmat qilsa, unga bo'ysunamiz. Alloh taolo Qur'onda Niso surasida "Va in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma" degan-ku axir degan. Bir xil o'sha biz Aliga ergashib bularga javob beryapmiz. Axir o'sha hukmni odamlar chiqaradi-yu. Shariatga xilof bo'lmasa ergashaveramiz deyiladi. Desam, siz demokratiyani araj degansiz, demokratiya bo'tqa, unga ergashgan tog'utni malayi deb boshqa mavzuga sakrab ketyapti. Endi bularni qanday qilib tushuntiramiz? Qanday qilib bularning tushunishi, ya'ni umidimiz juda ham kam bularni tushunishidan. Lekin atrofdagi birodarlar shunaqa masalalarda bu usullarni bilib qo'yinglar, o'rganib qo'yinglar. Bu sharafsizlar ya'ni islom ummatini birligini, saodatini, yaxshiliklarga erishishligini xohlamaydi. Bular iloji boricha janjal to'polon bo'lishligini, mavjud tizimni yo'qqa chiqarishlikni da'vo qiladi. Xo'p, mana tizimni olib tashladik, ergashaylik senga. Mana bu masalada qayerga boramiz desangiz, bilmayman deydi. Ulamodan so'ra deydi. Axir senga ulamo aytayapti-da. Ketingni qisib ergash deb ulamo aytayapti. Unga ergashmayapti-da. Yo'q, mana bunday qilish kerak deyapti. Xo'p, keyin nima qilaylik desangiz, uni bilmayman men deyapti. Bilmasang senga nima bor bu gap ko'tarib? deyiladi. Tushunarliga birodarlar. Rahmat ustoz, Alloh rozi olsun. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Savol bor edi. O'zi chiqib ketdi. Chiqib ketdi o'zi. Bitta iltimos bor edi, bir kishi savol berganda anchadan beri ustozdan so'rab bering deb. Aqiqa masalasida. Haligi urg'och qo'y so'ysa ham bo'ladimi, yo'q qo'chqor so'yish kerakmi? Shuni ustozdan bitta menga javobini olib bering degandi.
Ovozim eshitilyaptimi o'zi? Eshitilyapti, domla chiqib Eshitilyapti, ketdi. eshitilyapti. Ustozni mikrofoni o'chishligicha gapiryapti shekilli. Ustoz, o'zlari ovozingiz kelmayapti, mikrofoningiz berkilib qolgan. Aqiqaga sog'liq so'yishmi? Ha, o'sha urg'och qo'y so'ysak ham bo'ladimi yo qo'chqor bo'lsinmi? Bitta ustozdan so'rab Yo'q, bering bo'laveradi. degan. Bo'laveradi. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin. qornida bolasi bo'lmasin deb aytib qo'yasizda endi haligi. Qornida bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradimi ustoz? Ha, qornida bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Faqat makruh deydi ulamolar. Lekin qornida bolasi bo'lsa ham so'ysa bo'laveradi. Xo'p, ustoz mana shu yerda turgan 102 kishidan boring ana 10 tasi admin bo'lsa, qolganlari hammasi sizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyapti. Hop, yuqoridagi masala bo'yicha sal tafsilot aytay. Qornida bolasi bo'lsa so'yib bo'lmaydi degan odamlarning ichida shunaqa gap tarqab qolgan. Aslida bo'laveradi. Imom Abu Dovudda payg'ambar alayhissalotu vassalomdan hadis rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, zakatul janin zakata ummihi degan hadis bor. Ana shu hadisni zobtul matn degan ulamolar, ya'ni zobtul matn bilan shug'ullanadigan ulamolar 3 xil variantini rivoyat qilishgan. Ya'ni zakatul janin zakata ummihi. Zakatani fatha bilan o'qigan bir jamoa ulamolar. Yana bir jamoa ulamolar zakatul janin zakatu ummihi deb tu bilan o'qigan. Ana shu ikki xil o'qilishligi oqibatida mazhablar o'rtasida homilani so'yishlik masalasida ixtilof bo'lgan. Ya'ni homilani, homilador emas, homilani. Masalan, bir sigirni so'ydingiz, ichidan homilasi chiqdi. Nima qilinadi desa, bizning Hanafiylar aytadiki, ya'ni onasini so'ygandek homilani ham bismillah Allohu akbar deb so'yiladi deydi. Boshqa mazhab ulamolari aytadiki, onasini bismillahi Allohu akbar deb so'yilganini o'zi homilani ham halol qiladi deydi. Qarang, bitta hadisdan ikki xil qiroat oqibatida ikki xil fiqh kelib chiqdi. Mana shu hadislar homilador qo'yni, homilador sigirni so'yish joizligini bildiradi. Uni joiz emas degan gap yo'q mutlaqo. Faqat karohat masalasi bor, isrof masalasi borda. Agar isrof masalasi bo'lmasa, so'yaveradi bemalol. Yana bir kishining aqiqa to'g'risida savoli bor ekan, agar ruxsat bersangiz. Mikrofonlarni ochdim, marhamat. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shu aqiqa bo'yicha menda ham savol bor edi. Aqiqaga faqat shu farzandni otasigina puli qo'shilishi kerak. Boshqa qaynotani masalan yoki xotinini puli qo'shilishi kerak emas deydi. Yo'q, unaqa gap Nima yo'q. deysiz? Unaqa gap yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Imom Hasan va Imom Husaynlarga o'zlari aqiqa qilganlar. Nabira bo'lmasa, Hazrat Alisan so'y demaganlar, o'zlari aqiqa qilganlar. Aqiqani oilani o'zi emas, boshqa qo'shnisi, yori do'st, birodari uni nomidan so'ysa ham bo'laveradi. Kim so'yishdan qat'iy nazar, yangi bir jon oilaga qo'shilganligi evaziga bir jonni Alloh yo'liga qurbon qilinadi. O'sha qurbon Shunda qilingan demoqchisizki, demoqchisizki, masalan biz farzandlarimizga aqiqa qilsak, xotin teng pul qilib qilsak bo'laveradi. bemalol o'zingiz qilsangiz ham bo'laveradi. Siz bitta so'ysangiz, eringiz bitta so'ysa ham bo'laveradi. Rahmat katta domla, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, xo'p. Boyagi Mahmudni anaqalardan shekilli-da, domla u. Hozirgi bolami? Ha, Mahmudni qo'shtino ichidagi xotini bu. To'chna aniq. Hozir shuni aytdik, siz hizbiyimsiz, salafiymi sizda? Mahmuddan qo'shtirno ichida bid'atga homilador bo'lib qolgan. Hozir inqillab bosh qorong'iligida bu yerda ozgina to'polon qildida, bosh qorong'i xotindan
nima qilganini bilmaydi-yu, shunaqa bo'ldi buniki hozir. Bid'atga homiladorlar shunaqa bo'ladi. Gapni hozir e'tibor berdinglarmi? Men nima haqida gapiryapman, u nimalarga sakrab o'tib ketyapti. Ha, shunday biz Mahmud bilan bahsingizni o'zida ham misol uchun mana shu nimani bilmaman, tushunib oldik. Sizni savolingizni agar Hazratga isbotlab ber deganingizda, agar isbotlashga harakat qilganda, keyinda orqasida yana tayyor turuvdi sizni savolingiz. San o'sha chiqib ketganlardan keyingi zulm qilganlarga ham isbotlab ber deganingizga ham unga ham javob berishga to'g'ri kelardi. Shuni bilib ham u gapni aylantiryapti-da, olib qochyapti-da. Qiziqligini qarang, aytayaptiki, men aytayapmanki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni hamma zonalarga kirganligiga isbot keltiraman degansiz. Isbot keltiring desam, nima deyapti? Uni kirganligi fazilatmi, fazilat emasmi deyapti. Aylantirish qarang. Astagfirullah. Shunaqa qilib atrofidagi odamlarni lo'q qilib yuradi-da. Любой savolni bering, bu masalada ikki xil masala bor. Masalan, deb ketaveradi. Mahmud, siz nimaga xiyonat qilib homila ottirib yordingiz desangiz, homila degani nima degani bilasizlarmi? Homila degani aslida bu er-xotin o'rtasida bo'ladigan narsa. Endi er degani bilasizlarmi nima degani? Er degani bu o'zi ikkita jinsni birinchi hisoblanadi. Jins degani bilasizlarmi nima degani? Mana shunaqa ketaveradi bu. Ana savol qolib ketadi. Birinchi savolga javob yo'q. Shu bilan yutdim deb o'ylaydi Mahmud. Yana o'zi mikrofonimizni yopib qo'yib, rosa haqorat qilib yana buni ko'rdinglarmi? Bu shalaqiliq qilib mana haqorat qilgan deb turdi-yu o'sha kuni. Hozir o'kigan gaplarni gapirdi, haqorat qildi. Shunaqa odamlar, hozirgi bola ham maqsadi anaqa emas, ilm olish yoki masalani mohiyatiga yetib borish emas. Maqsadi mana shunaqangi provokatsiya qilish. Tarixni bekorga bizga ulamolar yozib qoldirmagan. Tarixda aynan Hazrati Alini boshini og'ritganlar shular. Bularga payg'ambar alayhissalatu vassalomning qarg'ishi urgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aynan shularni Huzayfatul Yamoniy rivoyat qilgan hadisda qiyomatga yaqin chiqadi bularning avlodidan shunaqa odamlar, eng iflos odamlar bo'ladi deganlar. Iflosligi jahannamda ikkita badbaxt odam bo'ladi. Bittasi Solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam, ikkinchisi Hazrati Alini o'ldirgan odam. Musulmonlik da'vosini qiladi. Da'vo qilganda ham Alini kofir deb e'lon qilgan. Biz haqiqiy musulmonmiz degan. Bular hozir bizni ochiq-oydin kofir deyapti. Tog'utni malay deyapti. Ha, shunaqa saviyasi sal pastroq bo'lar ekan. Endi qonunlarga ham bularni bitta narsasiga e'tibor berdim-da. Bular shunaqa ilmsiz, biz ilmimiz yo'q-ku, sizsalik buni dindan xabarimiz yo'q. Shu joylarga kirib shunday qilyaptiki, o'zlarini shunaqangi taqvodor qilib ko'rsatyapti, muomalalarni juda chiroyli qilyapti va o'zlarini juda halimdek ko'rsatyapti, lekin sizga o'xshagan ustozlarimiz kirsa, bularda ilmiy bahsda ilmi yo'qligini isbotlab qo'ysa, o'zlari qanaqa odamligini ichidan chiqaryapti. Ya'ni xulqini ko'ryapmiz-da siz bilan qilayotgan bahslarida. Lekin bu yoqda oddiy odamlar, tushunmaydigan odamlar oldida o'zlarini juda sipo ko'rsatib, o'zlarining yo'liga shunaqa qilib ergashtirishyapti bular. Shunaqa. Keyin haqoratni boshlaydi bular. Haqorat keyin javob bersangiz, ana haqorat qildi deydi. Ishlari shu, bularni o'zi asosiy hunarlari shundan iborat. Ko'rganmiz bularni. Bularni ko'rganmiz.